Ibrahim mahallasi, Cho'tmon ko'chasi 18-maktab oldida ichki yo'lda noqonuniy yo'lni buzish holatini biz aniqladik kelib. Bu Novoyxona bu yerda mavjud Novoyxona suv ta'minotidan proyekt bilan suv o'tkazish uchun nima olgan, hujjatlarni olgan, lekin obodonlashtirish boshqarmasidan hech qanday hujjatsiz noqonuniy yo'lni buzish holatini sodir qilgan. Bu haqda biz dalolatnoma tuzdik mutaxassislar bilan birgalikda. Obodonlashtirish boshqarmalaridan ruxsat olgan holda tartib belgilangan tartibda shu mana bu ta'mirlashlarni olib borish kerak. Yo'lni kesish yoki yo'lni prokuror ravishda o'tkazish, mana kommunikatsiyalarni ta'mirlash bo'yicha ruxsat olish belgilangan. Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli tashkilotlar, bundan keyin shu qandaydir kommunikatsiya tizimida ta'mirlashlarni olib borish uchun shu obodonlashtirish boshqarmasidan maxsus ruxsatnoma olgan holda ishni tashkil qilishlarini so'raymiz.